Beshikning 3 ta zarari haqida gaplashamiz bugun. Eslatib o'taman, bunday holatlar odatda beshikdan juda ham uzoq foydalanilganda, ya'ni bola beshikka belab qo'yib ancha uzoq muddat qoldirilganda yuzaga kelishi mumkin. Birinchisi, chanoq son displaziyasi, ya'ni son bo'g'imini rivojlanishida ba'zi bir nuqsonlarga sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, yassi bosh. Tibbiyot tilida buni plagiatsefaliya deyiladi, ya'ni boshning orqa qismi yassi holatga kelib qolishi mumkin. Uchinchisi, qo'l va oyoqlar uzoq muddat davomida mahkam bog'langanda qo'l hamda oyoq mushaklarini motor funksiyasini susayishiga sabab bo'lishi mumkin. Bilaman, hozir menga hamma negativ yozadi, beshikda katta bo'lganmiz, ota-bobolardan qolgan an'ana deb. Shu narsani ham e'tibordan chetda qoldirmaslik kerakki, ota-bobolarimizning organizmi bilan hozirgi bolalarning organizmi tubdan farq qiladi. Men shifokor sifatida sizga bir eslatma qilib o'tishni joiz deb bildim. Foydali ma'lumotlarni yo'qotib qo'ymaslik uchun meni sahifamga obuna bo'lib, like bosib qo'yishni unutmang.